chiqadigan san'atkorimiz ajoyib qiz, iste'dodli, nihoyatda mahoratli. Bu qizni ko'zi qiziq, ko'zidan ham so'zi qiziq. So'zidan ham, ko'zidan ham Mahfuzaxon Sherboyeva butunlay qiziq. Ajoyib qiziqchi. Bugun ayollar o'rtasida birinchi marotaba o'zini Yakkaxon konsertiga tadoruk ko'rayotgan, qiziqchi sifatida Yakkaxon loyihasini amalga oshirishga shay turgan katta iste'dod Mahfuzaxon Sherboyeva do'stlar, marhamat. Uch xil qarsak bor. Qarsak, chappak, gulduros qarsak bor. Bugun qaysi biri chalinyapti? Bo'lar ekan-ku. Bundan ham zo'ri bo'lsin. Konsertdek bo'lsin, to'g'rimi? Bundoq qilamiz. Yo'q, kerak emas hozir. Keyin bor rahmiylar kelib qarsak chalmanglar o'rtoqlar. To'g'rimi? Chalsanglar yurakdan chalinglar. Hozir bundoq qilamiz. Men o'zimni boru qaytadan e'lon qilaman. Deganlar, men sizlarga ishonaman. Men boru Mahfuza Sherboyeva deyishim bilan orqa qatordagi dugonalarim, opalarim, o'rninglarda shartda turinglarda. O'ynab pastga raqsga tushib kelinglar mana shunday qilib. Mana oldi qatorda o'tirgan opalarim, sizlar o'rninglarda shartda turinglarda. Ha? Yoninglardagi bor pulinglarni chiqarib, ustimdan sochib yuboringlar. Zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Mana erkaklar boru gapiradi. Ayollar bir-birini zo'r paddeshga qilar ekan deydi. Dugonalar, plastik bo'lsa ham sochib yuboringlar. Terminalim bor. Kelishdingmi? Sharmanda qilib qo'yish yo'q. Yurakdan qarsak chalamizmi? Yo, to'xtanglar o'sha paytda. Chalmagan o'sha. Hamma hayratlansin. Michael Jacksonni kutib olganda kutib olinglar. Kutib olinglar. Sahnada Mahfuza Sherboyeva. Ha! Voy! Rahmat muxlislarim. Men kutmagandim. Boringlarga shukr desam. Men boru opalar, otalarimiz o'zbek ekanligimdan faxrlandim. Qoyil qoldim. Hozir zalga shunda kirib kelyotgandim. Ko'chada ikkita yigit meni tanib qoldi. Ikkalasi bir-biriga boru qiziqchi qiz dedi-da. Men aytdim, qani shu ikkala yigit nimadir ekan deb qarasam, birinchi yigit ikkinchisiga qarab, televizorda chiroyli ekan, hayotda xunuk ekan dedi. Kayfiyatim tushib ketdi. Men aytdim, nima deding ko'ng dedim. Bu holatga kelguncha oynani oldida 2 soat o'tirganimni bilasanmi sen dedim. Bo'yangan holatimni ko'rib xunuk ekan deyapsan dedim. Bo'yanmagan holatimni ko'rsang, labingga uchiq toshib ketar ekan-ku dedim. Hozir yuzimni yuvaman dedim. Desam, yo'q dedi. Opa, bizni qo'rqitmang dedi. Nega dedim? Uyda xotinimiz qo'rqitayotgani yetadi dedi. Shuning uchun opalar, uyda eringlar aytganini qilmayaptimi? Yuzimni yuvaman deng. Yo yuzingiz yulgan holda bir uchrashing. Qo'rqadi-da, pul olish oson bo'ladi keyin. Orqadan bir opa keldi. Xafa bo'lmang Mahfuzaxon dedi. Bular dedi, hazillashyapsiz, ayollar dardini aytyapsiz. O'linga deb bir urdi. Urib yaxshi ko'rar ekanda. Men xumordan chiqdi shekilli desam, ikkita qo'li kallamga qarab mashina kelyapti-yu. Shunda kallamni qisdi. Mehr bilan shunaqangi o'pdi. Haligi opa o'pgan joyga yarim soat qon kelmadi. Odam yuzi cho'zilar ekan. Shunda o'pib tortganda yuzim moja qarib ketyapti-yu. Qo'yib yubordi, yuzim qaltirab joyiga keldi. Eng qizig'i boru, mana shu yoshga kirib, men hali bunaqangi o'pilmagandim. Shunaqa yaxshi ko'radigan opalar bo'lsa, konsertdan keyin cheklanmagan miqdorda o'pishinglar mumkin.
Yo'q, ayollar xursand. Erkaklar nima qilib qoldi? Qatordan qolmaylik. Biz ish qisganmi? Umid dunyosida kelgandik-deb. Bugun akalar, bugun bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Bu erkaklar xursand bo'lib qoldi. Ayollar kelib meni tabriklab o'pib ketaveradi, erkaklar kelib rasmga tushib ketaveradi. Balans beradi-da, to'g'rimi? Shunday. Hozir rasmga olyapsizmi? Chiroyli tushaydi, o'z betim katta. Zo'rmi? Ha, bo'ldi. Hozir bundoq qilamiz. Baxtimizga erkaklarimiz omon bo'lsin. Mana shu o'tirgan ayollar ichida bor hammamiz birgalikda erkaklarni xursand qilamiz. To'g'rimi akalar? Baxtimizga erkaklarimiz omon bo'lsin. Erkaklarimiz bor ekan, biz mana shunday ochilib, sochilib yuribmiz. Erkaklarimiz bor ekan, go'zallashyapmiz. Agar erkaklarimiz bo'lmasa, bundan ham zo'r bo'lib ketarmidik. Mazza qilib yuraverdik-da. Hozir haligi qo'shiqni aytamiz. Men yaxshi ko'radigan, sizlar yaxshi ko'radigan qo'shiqni birgalikda aytamiz. Erkaklarimiz xursand bo'lsin. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Men kimga mikrofon tutsam, opalar, erkak deb orasida tamom. Kim erini yaxshi ko'rsa, aytadi. Men pastga tushib olay. Birinchi bo'lib Dildora Niyozova shundoq kirib keladi-yu. Aroq ko'rsang, qimtinasan, ko'tarasan bosh. Ulfat kelib sherik bo'lsa, chimrasan qosh. Ichib yurgan mengu bitta, senga tegar tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Tuya to'ydi, fil to'ydi. Sen to'ymading, ayol. Nimalardi shu erkaklarimiz xursand bo'lganda? To'g'rimi? Bitta ayting, sevasizmi? Sevadigan xotin sifatida erkaklarni ulug'lang. Eshitinglar, erkaklar. Yo'qsa qaysi chalasizlar? Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ya, zo'r aytdi. Qandaydir bir boru noaniq erkak haqida aytdi. Ana pismiq erkak haqida aytdi. O erkak koronavirus bo'lgan erkakmi? Kislorod tagida yotgan erkakmi? Noaniqda. Ana ikkinchi bo'lib Moldasur Xo'jayeva eng azzatli san'atkor hisoblanadi-yu. Shuni davraga kirib kelib, kech kelsang o'xlov bilan kutib ham bo'ldi. Cho'ntakdagi pulingni shilib ham bo'ldi. Va bu haqda qaynonangga sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Chalinglar qarsaydi mana. Sevarkan. Ovozni qarang. Erkak dedi-yu. Sevgi bu, sevgi. Eri borim. Chet elga aeroportda uchib ketayotgan bo'lsa, bir qaytadi. Dadasi dedi-yu. Meni xotinim chaqiryapti deydi-da. Malades, zo'r aytdingiz. Mana oxirida Zulayxa Boyxonova eng seryozni san'atkor hisoblanadi-yu. Do'lana axtarib chiqqan paytoqqa, tushsang ham xotinlar qo'ygan tuzoqqa, o'xshasang ham ammam boqqan buzoqqa. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Shoshib qoldi. Mikrofon keladi deb o'ylamadim. Erkak dedi. Kutilmaganda bo'ldi-da. Baxtimizga bor bo'lsin erkak, yonimizda doimo tog' bo'lsin erkak. Erkaklarimiz uchun qarshi chalinglar.
Mana shu qarsak chalgan qo'llaringlar hech qachon dollar sanab charchamasin. Ertaga sanaveradi o'rtoqlar. Mana shu yerda o'tirgan har bir inson men uchun qadrli. Nihoyatda. Ishoninglar, men har doim aytaman. Manaman degan san'atkorlar ham bor, ota. Siz aziz muxlislarga rahmat aytib turish kerak. Chunki muxlislar bor ekan, mana shu sahnaga chiqib ijod qilyapti. Muxlislar bor ekan, qimmatbaho Prado mashinalar minib yuribdi. Dang'illama uchastkalarda yashayapti. Hammasini boru sizlar olib beryapsizlar. Sizlarni pulingizga minib yuribdi. Endi savol. Qachon menga olib berasizlar? Duo qilsanglar bo'ldi, kamini Xudo to'ldirsin, to'g'rimi? Boringlarga shukr. Ilohim har doim bir-birimizni ko'rganimizda boru, yangi yutuqlar bilan, yangi g'alabalar bilan tabriklab yuraveraylik. Kulgan insondan baxtli inson yo'q. Va shuni endi qisqacha reklama qilib ketay. 30-noyabr kuni xuddi shu yerda 19:00 da Yakkaxon konsertimga hammanglar taklif qilaman. Kelinglar. Keyin bosh homiy o'zim. To'g'risida zo'r qiynalib qilyapman, kelinglar. U kechalar bilan uxlolmay chiqyapman, ishoninglar. O'shaning uchun iltimos kelinglar. Kelmasanglar boru, bir o'zim qo'rqaman. Birga kulishamiz. Omon bo'linglar. Sizlarni men juda ham yaxshi ko'raman.